Day. Xullas, merimimiz bo'ldi. Endi Xudo xohlasa to'yimiz bo'ladi. Qachondir? Xudo xolasa. O'shandan keyingi turmush hayotimizda bo'ladigan muammolarni hozir baholaymiz. Men bor ekanman, muammo bo'lmaydi. Men bor ekanman, muammo bo'ladi. Siz o'zingiz muammosiz-ku. Xo'p, to'ydan keyin agar men soat 12 dan keyin tursam, qanchalik yaxshi chiqardi? Undan 0. Men buni xursand bo'laman. Ne? Chunki bemalol dam olasiz. Mhm. Keyin undan keyin kunduz kuni yaxshi kayfiyatda bo'lasiz. Muhimi zo'r dam olganingizda. Qanchalik yaxshi chiqardi agar men uyimizni umuman yig'ishtirmasam? Jahlim chiqmaydi, naborat xursand bo'laman. Chunki shu paytgacha ofisga yig'ishtirganda juda asabimizga qismani men qarashib olishimga to'g'ri keladi sizga. Naborat hamma yoyib yotsa menga udoblar. Chunki men perfeksionistman. Hamma narsa joyida turishini xohlayman. Men perfeksionistman. Hamma narsa yoyilib turganda topib olishim osonroq bo'ladi. Qanchalik yaxshi chiqardi to'yimizdan keyin men umuman ovqat tayyorlamasam? Umuman jahlim chiqmaydi. Men o'zim pishirib bersam, naborat ko'proq maza qilaman. Xursand bo'laman shunga. Men pishirib bersam xursand bo'lmaysiz? Xursand bo'laman. Qanchalik yaxshi chiqardi agar men sizdan jahlim chiqmaydimi? hozir qarab turing. Qanchalik yaxshi chiqardi agar men yoki men deb zapret qo'ygan kiyimingizni kiysam? Siz nima qilmaysiz? Endi qilsam. Qilmaysiz. Qilsam. Qilmaysiz. Qilmaysiz. A few moments later. Qanchalik yaxshi chiqardi agar men ozgina balandroq gapirsangiz ham men yig'laversam? Hozir qanaqa? O'zi shunaqa qilishlar. Bala gapmani keyin hozir yig'lashga tayyor. Yig'lamaymanmi? Shantaj. Montaj. Men Jahli chiqmaydi mendan to'g'ri. Bo'ldi nima kerak bor dashim. Mendan vashi jahlar chiqmaydi. Green flag mana. Любой platformadan videoni havolasini olib, Telegramga kirasizlar, poistga Savet Instabot deb yozib, videoni havolasini tashlaysizlar. 1 sekundda videolarni tayyorlab beradi. Videoga ответить bosib turib, chiziqcha round deb yozasizlar. Videolarni 1 sekundda dumaloq video qilib beradi. 8D konsert, slide effekt, muzikalar hammasi bor. 875 mingta подписчикlar originali, qolgani soxta, fake, ishonib qolmanglar. Bu botning nomi Savet Instabot.